Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun biz IDC qora kitobidan 5-mavzusini, birinchi testini boshlaymiz. 5-mavzusi qoldiqli bo'lish va oxirgi raqam ekan. Mana shunga tushgan 20 ta yaxshi saviyali savollar va keyin esa ikkinchi testni boshlaymiz. Shu bilan bir bo'lim yakun bo'ladi, keyingi bo'limga o'tamiz, oddiy kasrlar bo'limiga. Bu kitob xabaringiz bor, anchagina saviyali tuzilgan. Masalalarni ham qiyinlik darajasi ham ajoyib tarzda berib o'tilgan. Men tavsiya qilgan bo'lardim o'sha attestatsiya savollarini ishlash uchun yoki milliy sertifikat savollari uchun bu kitob sizga juda ham qo'l keladi. Milliy sertifikat, attestatsiya hamda DTM imtihonlari. Hozir DTM o'zgargan-ku, Davlat test markazi o'zgargan, bilim va malakalarni baholash agentligiga o'tgan. O'sha imtihon kuni, ya'ni milliy sertifikat imtihoni emas. Tasavvur qiling, sizda milliy sertifikat yo'q va siz o'sha oliy ta'lim imtihoniga kirmoqchisiz. O'shanda bu kitob sizni ancha miyangizni ochadi, fikrlashni uyg'otadi. Eski savollar emasda, yangicha savollar bor bunda. Maza qilib ishlasangiz bo'ladi. Unday bo'lsa, ekranga yaqin kelib o'tirib oling, o'sha daftarlaringiz, ruchkalaringizni tayyor holatga keltiring. Mana shu kitobni ishlanishini mendan oldin ishlab boravering. Yoningizda shu kitob ham tursin va chiqmay qolgan bo'lsa, o'sha videoni aynan shu misolini ko'rib olsangiz bo'ladi. Men sizga videoni boshdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya bermayman, chunki bu yechimga bag'ishlangan videolar bo'lyapti. Shunchaki sizda qaysi masala chiqmagan bo'lsa, o'shani ko'rib olsangiz bo'ladi. Yoki ishlashga vaqt bo'lmasa, mana shu ishlanishlarini tomosha qilib, bitta qo'ymasdan misollarni har birini yechilishlarini, ishlanishlarini kuzatib borsangiz ham bo'ladi. Ancha samarasi tegadi. Unday bo'lsa biz boshlaymiz, ko'p vaqtni cho'zmaylik. Birinchi savoldan boshlayapmiz. Birinchi savolda nima deyapti? 5-paragraf, birinchi test, birinchi savoli. 400 soni 18 ga bo'lganda qoldiqni toping. Juda ham oddiy savoldan boshlanibdi. 18 ga bo'lsak 40 nichida 2 tadan beramiz 36, ayirib olsak 4, yana 0 tushadi. 2 tadan beramiz 36, ayirib olsak 4 qoldi. Ikkinchi savolimiz, qanday sonni 17 ga bo'lsak, qandaydir son bor ekan, o'sha 17 ga bo'lganimizda bo'linma 16 chiqar ekan, qoldiq 15 chiqar ekan. Mana shuni hisoblab qo'yamiz. 2 ni ko'paytirsak 170 qo'shilgan 42x4 tilda 102 mi? Qo'shamiz 2 7 272 mi? Buni qo'shsak 7 8 287. Xo'p, uchinchi savolimiz, ko'paytma 11 ga bo'lganda qoldiqni toping debdi. 12 kara, 17 kara, 13 kara, 37. 11 ga bo'lganda qoldiq topishimiz kerak ekan. Buni 11 ga bo'lsak 1 qoldiq. Buni 11 ga bo'lsak necha qoldiq bo'ladi? 11 ga bo'lsak 11 ayirib ketaverasiz-da. 17 dan 11 ayirsangiz 6 qoldiq. Bundan ayirsangiz 2 qoldiq. 33 bo'ladi. 4 qoldiqmi? 4 qoldiq. Xo'p, ko'paytiramiz. 6 kara 2 12, 12 ni bunga ko'paytiramiz 48 bo'ladi. 48 shunaqami? Ko'paytirilyapti-ku. Xo'p, 48 bo'lyapti. 48 11 ga bo'lsak 4 tadan bersak 44 bo'lib, ayirib olsak 4 qoldiqmi? 33 4 qoldiq. 11 ga bo'lsak 2 qoldiq. 1 ga bo'lsak 6 qoldiq. 6 kara 48, 48 bunga bo'lsa 4 qoldiq bo'lish kerak. Lekin javob yo'q. Mana bu 23 ekan. Bu 23 ekan. Son berilishini xato ko'chirib qo'yibman. Ming bor uzr. 12 17 23 37. Aytdim, chiqmay qoldi. Demak, mana 1 qoldiq bo'ladi. 1 qoldiq bo'ladi. Shunda 6 kara 4 24 bo'lib, 11 ga bo'lganingizda 2 tadan berasiz 22 bo'lib, 2 qoldiq bo'ladi. Javobimiz 2 qoldiq. Mana shu bittagina xato ko'chirib qo'yish ham ko'rdingiz, butun boshli misolni xato yechimiga olib keladi. 4-savol. Sonni 9 ga bo'lganda bo'lim va qoldiq va bir xil deyapti. Qandaydir son bor ekan, 9 ga bo'lsak bo'lim va qoldiq bir xil bo'ladi. Bunday sonlarning eng kattasini toping. Xo'p, bunday sonlarning eng kattasini. Endi mana x bo'lib qoldi, mana buni y deylik, bir xil bo'lib qolmasin. Y teng 10x bo'ladi. X bu yerda 9 dan sonni 9 ga bo'lsak bo'linma va qoldiq bir xil bo'ladi.
o'rin va qoldiq va bir xil bo'ladi. Bunday sonlarning eng kattasini toping. 9 qo'yamiz. Bo'lma 9, bo'luvchi 9. Bo'luvchidan qoldiq kichkina bo'lishi kerak. Mana bundan kichik bo'lishi kerak. Har doim. Demak, bu degani ikkita o'rnida 9 dan katta son kelishi mumkin emas, 9 ni o'zi ham kelishi mumkin emas. Demak, bundan bitta kichik, 9 dan bitta kichik sonimiz 8 bor. 8 ni qo'ysak 80 bo'ladi. Javob 80 ekan. Javob. Javob. 5-savolga keldik. 5-savolda nima deyapti? 5-savolda aytayaptiki, 5 xonali sonimiz bor ekan. Diqqat qiling. 5, 3, 1 a. 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana shu 11 ga bo'linar ekan. Bu sonni 8 ga bo'lganda qoldiq topishimiz kerak ekan. 11 ga bo'linish uchun nima qilishimiz kerak? Bitta tashlab qo'shamiz, mana shularni qo'shamiz. 2 ga 3 ni va a ni qo'shamiz. 5 plus a bo'ladi. Bitta tashlab qo'shyapmiz. Keyin yana bitta tashlab qo'shamiz. 5 ga 1 ni qo'shamiz. 6 bo'ladi. Mana ikkalasi 6 bo'ladi. Endi buni ayirishimiz kerak. 5 plus a dan 6 ni ayirganimizda 0 chiqish kerak. Ayimiz 1 ekan. Ayimiz 1 ekan. Mana bu 1. Demak, shunday qilib 25311 degan sonimizni 8 ga bo'lganda qoldiq. 3 ta raqamini olamiz, oxirgi raqamini. 311 ni 8 ga bo'lamiz. 31 ichida 3 tadan bersak 24, ayirsak 71 bo'ladi. 71 ichida 8 dan bersak 64, ayirsak yana 7 qoldiq qoladi. 7 qoldiq. Qoldiq toping deyapti. Javobimiz 5-savolda 7 qoldiq. Javobda. Keyingi savolimiz 999 ni 999-darajasini oxirgi raqamini toping deyapti. Bu 9 bilan tugasa va darajasi toq bo'lsa, bu 9 ni birinchisi deb olib ketavering. Demak, 9 bilan tugaydi. Agar juft bo'lsa, 9 ni ikkinchisi deb olingda, 9 ni ikkinchisi 81 1 bilan tugaydi deb keting. 9 bilan tugaydi deb javob bo'ladi. 7-savol. Ikkita son 11 ga bo'lganda qoldiq 3 va 4 bo'lar ekan. Birinchi sonimizni 11 ga bo'lsak, y tadan berar ekanmiz, qoldiq 3 bo'lar ekan. Ikkinchi sonimiz bor ekan, z sonimiz 11 ga bo'lsak, qandaydir t tadan m sonimiz bor deylik. N tadan beramiz, qoldiq 4 bo'lar ekan. Bu sonlarning kvadratlarini 11 ga bo'lganda necha qoldiq bo'ladi? Mana qoldiqlarni kvadratga oshirib, kvadratlar yig'indisi deyapti. 3 kvadratiga 4 kvadratini qo'shamiz. 3 kvadrat 9, 4 kvadrat 25, 16. 16 qo'shib olsak 25 bo'ladi, aytgancha. 25 ni 11 ga bo'lamiz. 2 tadan beramiz 22, ayirsak 3 qoldiq. Bo'ldi, bunaqa savollarni shu tartibda ishlaysiz, va javob bo'ladi. Keyingisi 8-savol. 8-savolda nima deyapti? Qarang. 2 ni 222-darajasini 2 ni 2222-darajasi ekan. Ana shuni oxirgi raqamini toping deyapti. Oxirgi raqami. Buni nima qilamiz? 2222 ni davri 4 tada 4 ga bo'lamiz. Oxirgi ikkita raqami 22 ni bo'lsangiz ham bo'ladi. 5 tadan bersak 20, ayirsak 2 qoldiq. Demak, 2 ni ikkinchisi bo'lar ekan, bu 4 bilan tugaydi. Javob B. 9-si. Mana shunday sonimiz bor. Mana shuni 5 ga bo'lganda, 5 ga va 9 ga bo'lganda qoldiqlari yig'indisini toping. Mana shuni 5 ga bo'lganda, 5 ga va 9 ga bo'lsak, qoldiqlari yig'indisini topishimiz kerak ekan. Nima qilamiz? Dars ketyaptimi? Ketyapti ekan. 5 ga bo'lish uchun oxirgi raqami 5 ga bo'lganimizda 1 qoldiq qoladi. 9 ga bo'lish uchun raqamlar yig'indisi yoki 9 ga bo'linadiganlarni o'chirib chiqsak bo'ladi. Masalan, mana uni o'chiramiz. 7 bilan 2 ni o'chiramiz. 7 bilan 2 ni, 6 bilan 4 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 8 bilan mana 6 bilan 4 10 bo'ladi. 8 bilan 18 bo'ladi. 3 qoldiq qolib ketdi ekan. Mana undagi qoldiq 3 qoldiq ekan. Yig'indisini topdi ham qo'shib olsak 4 bo'ladi. Qoldiqlar yig'indisi 4 chiqadi. 9 dan keyingisi 5 bo'ldi-ku. Nimadir qolib ketdimi qarang. 4, 7, 6, 8, 3, 9 va 2. 7 bilan 2 ni o'chirdik. 7 bilan 2 ketdi, 9 ketdi.
5 ga bo'lganda 2 qoldiq 4 bo'lishi kerak lekin. 5 ga bo'lganda oxirgi raqami 2 olinadi-da. Xo'p qarang, 4 bor, 7, 6, 8, 3, 9, 2. 7 bilan 2 ni o'chiramiz. 10 bilan 18 bo'ladi, buni o'chiramiz, buni o'chiramiz, 3 qoldi. Tochni 4 chiqadi. Javob A bo'lishi kerak. 10-savolimiz. 5 ni 555-darajasiga 4 ni 444-darajasini qo'shsak, oxirgi raqam nima bo'ladi? Xo'p, 5 ni istalgan darajasi 5 bilan tugaydi. 4 ni juft darajasi 4 ni kvadrat degani. 4 ni kvadrat 16, 6 bilan tugaydi. Qo'shsak 11 bo'ladi, 11 1 bilan tugaydi. Qoldiqlar yig'indisini toping deyapti. 4 bo'ladi. 5 ga bo'lganimizda 2 qoldi. Mana bu. Nimaga bir qoldiq qo'ydim? Mana bu 2 oxirgi raqam 2 ku, 2 qoldiq bo'ladi. Qo'shsak 5 bo'ladi, to'g'ri? Bir javob bo'ladi. Mana bir ko'rindi. Men ustidan o'chirganimga ko'zimga bilmayman. Shu bunaqa yozdim. Demak, 10-savol ham ketdi. Javobimiz 1 bo'ldi. A javob. 11-savol. 11-savol. 31, 32 mana shunday ko'paytma bor ekan. 31 kara, 32 kara, 33 kara, 34. Mana shu ko'paytmani 15 ga bo'lganda qoldiq topishimiz kerak ekan. 15 ga bo'lsak 2 ko'paytirib 31 dan 30 ayiramiz. 1 qoldiq. Bunda 2 qoldiq. Bunda 3 qoldiq. Bunda 4 qoldiq. 4 qoldiq. Xo'p, ko'paytiramiz hammasini. Ko'paytirsak nima bo'ladi? 2, 6, 24. 24. 15 ga bo'lamiz mana shu 24. 24 ni 15 ga bo'lamiz. Bittadan beramiz 15, ayirsak 9 qoldiq bo'ladi. Javob C. Keyingisi, diqqat qiling, keyingisi 12-savol. 12-savolda nima deyilyapti? Sovg'alarni qutilarga 4 tadan, 5 tadan, 6 tadan qilib solganda har safar 2 ta sovg'a yetmayapti. Bunga ko'ra sovg'alar kamida nechta bo'lgan deyapti. Kamida. Nechtadan hisobda 4 tadan, 5 tadan va 6 tadan sovg'alar solinibdi. Tadan sovg'a solindi. Sovg'a solindi. Bu degani biza ekuk topishimiz kerak. Ekuk. Ekuk nima bo'ladi? 2 ni kvadratini olamiz, 2 ni kvadratini olamiz, keyin 5 ni olamiz va 3 ni olamiz. 4, 5, 60 bo'ladi. 4, 5 ko'paysa 20 bo'ladi, 20 ni 3 ko'paysa 60 bo'ladi. 60 nechta sovg'a yetmayapti? 2 ta sovg'a yetmayapti. Sovg'a yetmayapti. Agar 60 ta sovg'a bo'lganda hammaga sovg'alar yetar edi. Demak, yetmayaptimi? 2 ni ayirasiz. Agar sovg'a ortib qoldi desa, 2 ni qo'shishingizga to'g'ri keladi. 60 dan 2 ni ayirasiz, 58 ta sovg'a bo'lgan. 58 ta. Davom ettiramiz. Xo'p, keyingisi 13. 4 faktorialni darajasida 5 faktorialni oxirgi raqamni topishimiz kerak ekan. 4 faktorial degani 1 kara, 2 kara, 3 kara 4 degani 6, 24, 24 baribir 4 bilan tugaydi. 4 bilan tugagan sonni 5 faktorialimiz 1 kara, 2 kara, 3 kara, 4 kara 5 degani bu 4 ni juft darajasi bo'ladi darajasida. Juft daraja 6 bilan tugaydi. Javob 6. C javob bo'ladi. 14-savol. 14 da aytyapti 2 ni 3-chi va 4-darajasi va qo'shilgan 4 ni 3-chi va 2-darajasi. Bu nima bo'ladi qarang. 2 ni 3 ni 4-chi 81-darajasi plus 4 ni esa 3 ni kvadrat 9-si. Bu darajasi 81 ni 4 ga bo'lamiz. 20 tadan beramiz 80, ayirsak 1 qoldik. 2 ni birinchisi degani bu esa tog' daraja bo'lyapti. Tog' daraja desak 4 ni tog' darajasi 4 bilan tugaydi. 2 bilan tugagan songa 4 bilan tugagan sonni qo'shsam 6 bilan tugagan son hosil bo'ladi. C javob. 15. 3 ni 100-darajasi qo'shilgan 7 ni 101-darajasi. 4 ga bo'lasiz, hech qanday qoldiq qolmaydi. Hech qanday qoldiq qolmasa 3 ni 4-si deb olasiz. 3 ni 4-darajasi deb olasiz. Plus buni 100 ga bo'lsak 1 qoldiq qoladi, 7 ni birinchisi deysiz. 101 ni 4 ga bo'lsak
3-4-inchisi 81 bo'ladi, 81 1 bilan tugaydi. 7 birinchisi 7 bilan tugab, qo'shsak 8 bilan tugaydigan son bo'ladi. Javob D bo'ladi. Xo'p, doskadagilar, mana shu birinchi testning 15 ta savolni yechimi bo'ldi. Yana 5 ta savoldan keyin birinchi testni o'z nihoyasi. Xo'p, davom ettiramiz. Keyingi savolimiz 16-savoldan. 16-savol. Nima deyapti? Oxirgi raqam 2 ga teng bo'lgan 41 ta natural son ko'paytmasi 41 darajasi bo'lib qoladi. Qanday raqam bilan tugaydi? 41 4 ga bo'lasiz, 1 qoldiq bo'ladi. 1 qoldiq degan 2 ni birinchisi bilan tugaydi degan. Javob 2 bilan tugaydi. A javob 17. 111 ko'p yo'q, 1111 2222 shunaqami? 4 ta 2 mi? Ha. 3 ta 3 3333 4444 soni 10 ga bo'lganda qoldiq toping. 10 ga bo'lsak 1 qoldiq. 10 ga bo'lsak 2 qoldiq, 10 ga bo'lsak 3 qoldiq, 10 ga bo'lsak 4 qoldiq. Ko'paytiramiz. 2 3 6 6 kira 4 24 bo'ladi. 24 ni 10 ga bo'lsak 4 qoldiq bo'ladi. Javob 4 qoldiq. B javob. 18-si. Mana shunday sonimiz bor ekan. 147.773 ko'paygan 147.776. Mana shu sonlar qaysi son qo'shilsa yig'inda 7 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Mana shu sonlarga mana shu soniga qaysi son qo'shilsa yig'inda 7 ga qoldiqsiz bo'linadi. Yig'inda mana shu ko'paytmaga qandaydir x son qo'shilsa 7 ga qoldiqsiz bo'lgan son qo'shilish bo'linar ekanda, qoldiqsiz bo'linar ekan. 7 ga bo'lamiz, qoldig'imiz necha bo'ladi? Mana shu tomon bo'linib ketadi-da, xullas 3 qoldiq bo'ladi. Ko'paygan mana buni 7 ga bo'lsak, qoldig'imiz xullas 6 qoldiq bo'ladi. Buni 18 bo'ladi, ko'paytirsak 7 ga bo'lganimizda 2 tadan beramiz 14 bo'lib 4 qoldiq bo'ladi. Mana shu ko'paytma 4 qoldiq ekan. 7 ga bo'linib ketish uchun 4 ga 3 ni qo'shsak, mana shu x ni o'rnida 3 bo'lsa, bu 7 bo'ladi-da, 7 ga bo'linib ketib qoldiq qolmay qoladi. Demak, x ni joyida 3 bo'lishi kerak ekan. Javob B. 19-savol. Ikkita sonni 7 ga bo'lganda mos ravishda ikkita son bor ekan, x sonimiz va y sonimiz bor ekan. 7 ga bo'lganimizda mana bunga m tadan beribmiz, 2 qoldiq bo'pti. Buni ham 7 ga bo'lganimizda n tadan beribmiz, 4 qoldiq qoldi. Bu sonlarning kublari yig'indisini 7 ga bo'lganda qoldiq toping deyapti. Kublari deganda 2 ni kubiga 4 ni kubini qo'shib qo'yamiz. Natijada 2 ni kubi 8 bo'ladi, 4 ni kubi 64 bo'ladi, qo'shadigan bo'lsak 72 bo'ladi. Mana shularni 7 ga bo'lganimizda 72 ni 7 ga bo'lsak qoldiqni so'rayapti. 2 qoldiq qoladi. 2 qoldiq. Javob 2 qoldiq. B javob. Xo'p, 20-savolimizga keldik va nihoyat birdan boshlanib 2, 3, 4, 5 va hokazo bo'lyapti-da 100 gacha ko'payapti. Plus birdan boshlanib 3, 7, 5, 7 toplar bo'lyapti ekan, 99 gacha ko'payapti. Ifodaning oxirgi raqamini toping debdi. Juft bo'ldimi? Bu 0 bilan tugaydi. Tog' bo'ldimi? Bu 5 bilan tugaydi. Qo'shadigan bo'lsak 5 bilan tugaydi. Javobimiz C. Xo'p, mana kuzatuvchilar, demak biz IDC kitobini 5-mavzusini birinchi testini yakun qilib oldik. Endi keyingi videoda ikkinchi testini boshlaymiz. Sizdan esa bir dona narsa so'rab qolamiz. Umuman qiyin emas, juda oson, qo'lingizdan keladi albatta. Bir dona like bosib qo'ying, mehnatimizni qadrlang. Foydasi tekkan bo'lsa, izoh yozib qo'ying, do'stlaringizga ulashing. Agar bizni ustozlar kuzatayotgan bo'lsa, milliy sertifikatga o'quvchilarni tayyorlayotgan bo'lsangiz, mana shu kitobni yechimlarini ularga ham tashab bering maktablarda. Ular ham uyga borib ko'rib chiqsa, ancha foydasi tegadi. Bu attestatsiya uchun ham foydali. Milliy sertifikat uchun ham foydali. Juda foydali kitob bu. Buni ishlab chiqsangiz miya ochiladi. Xullas, savollarni ko'ryapsiz, ancha saviyali savollari. Menga yoqdi mana shu kitob. Xullas, qo'llab-quvvatlang, maksimal darajada qo'llab-quvvatlang. Qarayapsiz, mana videolarni ko'ring, kanalga o'tib.
50 mingtaga boryapmiz, obunachilar soni 49 ming necha yuzta bo'lib yotibdi. Lekin 100 nechta kishi ko'rgan bir oydan beri. Yo bo'lmasam 10 ta 15 ta like bosilgan, 100 nechta kishi ko'rganmi, 10 ta 15 ta like bosilgan. Bu juda og'ir ahvolda. Men achinaman, qayerda vayn fayllar bo'lsa, qayerdagi emas, foydasi tegar, ularni ham kultiradi, boshqa qiladi, odam nasrinasi. Lekin mana bunday ilmiy kontentlarni ham biz qo'llab-quvvatlashimiz kerak-ku. Yana bundan ham zo'r kitoblarni yechimini qilamiz. Mana bizani bolalarga, bizani auditoriyaga shunaqa nimalar kerak ekan, yechimlar degan xulosa qilib, nafaqat men, boshqa ustozlar ham motivatsiya oladi. Qo'llab-quvvatlagan, like bosgan, kommentariy yozib, ulashgan kishilardan men juda ham minnatdorman. Sizlarga o'z rahmatimni aytib qolaman. Rahmat sizlarga kattakon. Izohlarda ham o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha o'zingiz ehtiyot qiling. Mana kitob ishlab chiqing hammasini. Sog' salomat bo'linglar. I just had to let you know you're